Do'stlarli hikoyam va men bugun Entity 303 bo'lmish ajoyib karta bilan o'ynayman. Xullas, bu bizga xush kelibsan deyapti. Xullas, ana shunaqa juda men bu kartani boshida treylerda ko'rgandim. Bu nima qilar ekan endi? Bu savdo lashar ekan, yaxshi. Bu Head Trading Works. Tushunarli. Bu esa xo'sh, bu oxirida Entity 303 bilan o'shasan battle qilasan deyapti. Demak, bilishimiz mumkinki, tezda mana qollar, yangicha qollar. Demak, aniq Entity 303 bilan o'xshar ekanman. Yaxshi. 5 ta twig moblar deb yozib qo'yibdi. Bu zombichalar hech nima emas. Bo'ldi. Xo'sh, demak, oltin tushar ekan. Yaxshi. Oltin tushsa bu juda ham yaxshi. Va bu yerda jitel savdolashsa kerak u bilan. Yaxshi, savdolash. Menga unaqalar kerak. Boshqasi keng levelga saz o'tkazadimi? Mayli. Uyingni ko'rgan moblar tipayotganlar. Silver pishish deb ataladi. Tipayotgan tikan. Joni kam, lekin juda xavfli. Kumush bo'lar ekan. Va so'nggisi yengam nimami? Yengam. Yaxshi. Bu joyni yengam unaqa. Xo'sh. 3-level. 3-emas. 3-level va ozgina narsalar sotib oldim. Bu juda ham qiyin bo'ldi-yu, lekin mayli. Endi o'zimga yaxshiroq narsalar sotib olishim kerak. Xo'sh, Shitiljon. Nima sotishing mumkin menga? Xo'sh, menga kerak nezit aslahalar shuncha. Men nezit qilich olishim kerak. Bu qilich menga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Va yangicha narsalar bor ekan. Xo'sh, men bu yerdan qilich uchun unaqa olishim kerak ekan. Afsuski, bular tugab qolar ekan unaqa joyi. Yana nimalar olishim mumkin? Ovqat kerak menga 100%. Va albatta kiyim, aslahalar kerak. Bilaman. Mayli, bitta mashinaga yetdi-yu, qolgan ovqatda bo'laman. Hali men nezit qilich olsam hammasini gapiraman. Faqat silverfish ana tipayotganlardan tashqari. Va xo'sh, 5 ta la'natlar. Ko'payib ketdi. Xo'sh, obunachilar, men bularni birmalab yengdim. Bu safar buni tasvirga olish esimdan chiqibdi. Kechasizlar, bu telefonim o'chib qoldi. Zaryaddan olmasdan shunga video olyapti bo'lyapman, lekin olmayapti ekan. Rahmat, bu menga o'ldirib berishding. Xo'sh. Bu yerda zombi, ovqat esa bo'l. Blok ham tushar ekan ulardan hali. Yaxshi. Tosh qilich. Bu bloklarda qo'yib bo'lmayotganda. Xo'sh, yana yana bitta ko'payjon. Qani, bu xavomchilik. U meni yengdi, ovqamdan urdi. Xavom bu. Bu xavomchilik. Mayli. Yaxshi bo'ldi. Endi narsa sotib olaman endi. Xo'sh, albatta bu. Xo'sh, endi qilichga qancha bor? Qilich ketar ekan. Aniqlik 5. I like that. Va bu juda ham ajoyib. Kuch damlama, regeneratsiya damlama. Hammasi juda ham yaxshi. Menga kuch kerak. Bu va albatta bu. Hammasi juda ham yaxshi va so perfect, bla. Va bo'ldi. Bundan ozgina bo'libdi. O'zimga hozir qalqon. Bu qalqon menga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Va men birinchi jangim. Bularni yengish juda ham oson. Xo'sh.
Afsuski hozir 3-levelda mana ko'paylar menga yordamga kelish. Ana ko'payni foydasi katta o'zi haqiqiy Minecraftda ham o'zi. Lekin ziyoni ham bor-da bu bo'yatlarni. Bu yerdagi hamma narsalarni olsam, u yaxshi oltinlar yo'qolmaydi ekan, ko'pay portlasa. Unda shunchani tiqilgan bo'lardi-da unda. Xo'sh. Ko'payjon, qalaysiz? Bo'ldi. 3-level o'z nog'asiga yetdi deyapti. Men albatta aslaha olishim kerak. Obunachilar mana shu videodan keyin 100 ta obunachi bo'lmasa, men ham video qo'ymay qo'yaman yaxshisi. Telefonim ham o'sha ishkal bo'lib yotibdi, shunga video qo'yamayman. Mayli, bu yerdan lezzetli narsalar yetmaydi ekan, afsuski. Mayli. Bratishka. Tezroq ovqat yeb. Qani endi uni? Xo'sh, menga regeneratsiya kerak edi. Xo'p, bundan keyingi level o'zim saramjamlab oldim va bundan keyingi level kuchliroq bo'ladi degan bo'lsam kerak. Yangi unaqa olgandim, vizirlashgan unaqa qanday yordam kuchi bor ekan buni. Davay. Nimaga ishlamayapti bu? Burkaga jonim ketyapti. Skeletlar qo'shilibdi endi unga. Skelet ot. Skelet otsin, zombilar urmayapti skeletda. Mayli, hammangni qoqaman. Bo'lsa bitta burchakka olvolay bo'ldi. Ana nima qilgash? Yo'q, qo'ylar ko'pligini. Men yaxshi ko'raman, anasini yemsan. Bo'ldi. Kechasizlar bular. Kechasiz batishga. Bobong o'ldi. Shilt ozgina qolgandi jon. Yaxshi. Bitta mob qoldi. Bitta burdona qoldi. Uni o'ldirsam bo'ldi. Yaxshi. Bu qilich menga yoqadi. Aslahalar kuchaytirish kerak. Boshlanishiga olmos aslaha ham yo'q ekan-da. Mayli, endi 300 qancha kuchli bo'lar ekan-a? Tasavvur qilish juda ham qiyin. Va bitta dona ko'payjon. Bitta portlab qo'ying-chi. Barakalla. Endi esa demak keyingi jangga tayyorlanish kerak va men o'zimga kamon sotib oldim. Kamon menga juda ham katta. Bu eng kuchli kamonlardan bittasi va bu kamon menga yordam berishi aniq. Va ovqatlanib, let's fucking go. Xo'sh, ovqat. Ovqat muammosi qiyin. Va men ketdim. Xo'sh, qanday moblar ekan endi? Skelet. Yaxshi, bu skeletlarni men yaxshi ko'raman. Bu skeletlar oson. Yaxshi zombilar bo'lmaydimi? Juda ham qo'rqinchli mob turi ekan. Bu juda ham mayli endi. Hali 30 ta level bor ekan. 30 ta level o'ylayapsizlarmi? Qancha bo'lishi mumkin? Men 30-sida aniq bilaman, entity bilan uchrashaman men. Va hamma kamonbozlik boshlanib ketdi. Silverfish. Men bu unaqani yomon ko'raman, lekin bitta o'tada o'lib ketyapti. Yo'q, silverfish. Men bu tipaytgani yomon ko'raman. Juda ham ko'p, hammasi mitta urush qiyin. Bu Javada bu juda ham kuchli. Bedokda bitta jonni oladi, ponni. Yarimta jonni ham olmaydi bu ploslar. Lekin Javada yarimta jonni olsa ham, lekin ularni unaqa bilan urush qiyin. O'lib qoldim. Emas, I hate that. Kumush baliq deyapti, silverfish. To'g'ri, silver degani kumush degani. Fish esa baliq. Buni ham ololmayman. Nimaga bu? Mayli endi. O'zimga bitta qalqoncha olaman. Va albatta mana bu kuch. Mana buni olsam bo'ldi, mana shu damlamalar va afsuski baribir kamon cheksiz-u. Qalqon afsuski sinib ketdi-da. Bo'lmaganda nima yutgan bo'lardim. Let's fucking go. Bu qo'limga tushib qolayotganda, hech qaysing ayab o'tirmayman.
Bu damlamalar bo'lsa hech qachon men yutqazmayman. Hech qachon dema. Men ayniqsa qochib o'sha taktikasini qo'llayman, Karzot taktikasi. Kasaba kamambozligida hech kim silfefirlar borligini bilmagandim. Ana endi qilichbozlik ukalar. Oppa, nice. Qo'lim shulasam tellab ketdi mana shu silfefishlar. Tipayotganlar. Jonim ikkita. Qoch. Yaxshiyam regeneratsiya bor. Va men kamonda ochishim mumkin. Bu unaqa armiyasi-yu. Judayam kuchli. 7 ta mob qoldi. Silfefishlarni o'ldirsam bo'ldi men. Judayam kuchli ular. Bitta jonim ikkita qoldi. Yarimta jon. Bitta mob, yarimta jon. Voy, yarimta. Bu xavfli. Yengdim. Yaxshi. Bu judayam xavfli edi. Bitta o'ldirsam, unaqa yana qaytadan boshlanadi shunchasi. Judayam qiyin bu. Sekin asta borib qo'yaman. Sekin. Va men savdolashishni yana boshladim. Oldim. Aslida bitta crafting table yo'q ekanda, buni cheksiz qo'ygan. Bu yerda nima olishim mumkin? Qalqon tez tugab qolyapti yomon tarafi. Yana nima bor? Hammasi qimmat. Keyingi video albatta bu 100 ta obunachidan keyin chiqadi. Va bu biroz qiyindir, ammo menga bu kerak. Va telefonimni ba'zi muammolar bo'lgani uchun video chiqarishga qiynalyapman. Keyingi qism albatta 100 ta obunachidan keyin.